Salom, aziz avtomobil ixlosmandlari. Bugun siz bilan 2026 Chevrolet Optra modelini batafsil ko'rib chiqamiz. Ushbu avtomobil zamonaviy dizayni, qulayligi va texnologik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Chevrolet Optra o'zining ixcham va samarali muhandislik yechimlari bilan shaharda ham, uzoq yo'llarda ham ishonchli haydashni ta'minlaydi. Avtomobilning tashqi ko'rinishi chiroyli chiziqlar, aerodinamik shakl va zamonaviy LED farlar bilan bezatilgan. Old panjur va bamper dizayni Optraga kuchli va dinamik ko'rinish beradi. Garchi ixcham bo'lsa-da, uning ichki makoni keng va qulay, bu esa yo'lovchilarga maksimal komfortni ta'minlaydi. Ichki dizaynda yuqori sifatli materiallar ishlatilgan. O'rindiqlar ergonomik va uzun safarlar davomida charchashni kamaytiradi. Markaziy konsolda zamonaviy sensorli ekran mavjud bo'lib, u orqali multimedia, navigatsiya va avtomobil sozlamalarini boshqarish mumkin. Chevrolet Optra yangi avlod audio tizimi bilan jihozlangan bo'lib, yo'lda musiqadan bahramand bo'lish imkonini beradi. Avtomobilning konditsioneri samarali ishlaydi va ichki havoni optimal darajada ushlab turadi. Xavfsizlik jihatidan Optra ko'plab ilg'or tizimlarga ega. Avtomatik tormozlash, tirbandlikda yordam, yon va orqa xavfsizlik yostiqlari kabi funksiyalar haydovchi va yo'lovchilarni maksimal darajada himoya qiladi. Shuningdek, avtomobilning barqarorlik tizimi va sensorlar park qilishni osonlashtiradi. Bu model har qanday ob-havo sharoitida ishonchli va barqaror boshqaruvni kafolatlaydi. Motor va drive tizimlariga kelsak, 2026 Chevrolet Optra samarali va yonilg'i tejamkor dvigatel bilan ta'minlangan. Bu dvigatel shahar va uzoq yo'llarda ajoyib tezlik va chidamlilikni beradi. Shuningdek, avtomobil avtomatik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan bo'lib, u haydashni osonlashtiradi va yo'lning turli sharoitlariga moslashadi. Yanada samarali boshqaruv va yonilg'i tejashni istaganlar uchun Optra ideal tanlov bo'ladi. Yoqilg'i iqtisodiyoti jihatidan Chevrolet Optra tejamkorlikni